Absent qarab olasizmi? Labbi aka nima xizmat? Zakaz bermoqchi, zakazdan yozib oling. Bizga bitta go'sht asorti, sho'r kabob, sazan mangal, 3 ta yaxshi salatingizdan, ichimliklaringizni ham har xildan olib keling, xo'p. Xo'p bo'ladi. Alo. Menga qara, bir haftada beraman deganingga ham bir oy bo'lib ketdi-yu. Qachon berasan pulni? Hozir ozgina qo'lim kaltalik qilib qoldi, aka. Olishim bilan qilib beraman. Ozgina sabr qilib turing, mana o'ynab yurganim yo'q. Bahonalaring bor-ku, boshqalarga qilasan. Pulni tezlashtir, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Mana choyinglar, hozir zakasinglar 5 minutda tayyor bo'ladi, olib kelib beraman. To'xtang. Qarayman, bu ikkita salat yeyman, bu ovqatdan mana ikkalasini отказ qilsak bo'ladimi? Tushunmadim. Ne отказ qilyapsan? Adasi, ko'p narsa aytib yuboraman deb, baribir uvol bo'lib qolib ketadi manda. Siz mashinani olib kelavering. Xo'p bo'ladi. Menga qara, nima qilib o'tiribsanlar? Kiyinmadilaringmi? Oyim ovqat qilyaptilar-da. Telefon qilib aytdim-ku, sen ko'chada ovqatlanamiz deb. Adasi, oldin ko'chadagi qarzlaringizni yopavering, restoranga borish qochib ketmaydi. O'zi shundoq ham biz ayollar dangasa bo'lib ketyapmiz. Voy malades. Bitta meni ayolim shunaqami? Yo, sizlarning ayolinglar ham uyda ovqat qilib turadimi?